A moment of love, a dream, a laugh, a kiss, a cry, our rights, our wrongs. Just stay Yillik birga kirdi birinchi kino o'zi ko'rgan odam. Qo'ying endi. Ya ko'ryapti. Hali ham ko'rishyapti, Hech kim ko'rgani yo'q. O'sha kinolarni eslashadi hali ham. Hozir bayramlarda faqat shu kinolar. Siz shunaqa deb o'ylaysiz, men sizga garantiya beraman. Men umuman bo'pti, apros qo'yib yuboring mana shu yerda. Apros qo'ying endi mana bu kinosini ko'rasizlarmi, yo'qmi degan bitta apros qo'yib yuboring. Kommentariyaga yozishsin. Ko'rsatuvni boshlaylik. Rasmanga ishonmayapsizmi? Ras shunaqa bo'lyapti. Mana apros o'tkazib yuboring. Ko'rsatuvni boshlaylik Alisherjon endi. Boshlaylik, boshlaylik. Ko'rsatuv boshlaymiz. Motor ketdi. Motor bormi? Bor. Sirdan buzadi kelganman. Boshlang, kim boshlaydi? Bugungi mehmonimiz ko'pchilik kutgan, ko'pchilik maza qilib intiqib kutgan aktyorimiz. Men to'g'risi uncha tanimayman. Alish Iruzoqov. O'tdi qarasam, o'tdi. Iruzoq. Qayerdan oldingiz bu ismni hozir? Ey, qayerdan oldingiz mana shu ismni hozir? Uzoq. Nima degani u Uzoq? Mana Alish ism bormi? Hech eshitganmiz shunaqa ism? Iruzoqov. To'g'ri yozibsizlarmi? Mayli. Nima unaqa Yaxshi ham ism? dodam eshitmadi bu familiyani. Dodangiz? Taniymiz? Komiljon hozir. Qari yozilgan bo'lishi. Hozir ana ortiq yo'q. Bu darajada deb o'ylamagandim, lekin ko'rsatuvlar. Men ko'rganman, sal misol uchun bu darajasi past. Sizdan chiqmasin. Umringiz davomi bo'yicha bo'ldi, tushundim. Dalsh o'qing. Bo'ldi. Omadingizni bersin. Omad. Chotki yaxshi o'tib ketinglar. Ma'rifat so'zlar. Ma'rifat qayerda o'qigansiz? Ko'p joyda o'qiganman. Qayerda oxirgi marta qayerdan haydalib ketgansiz? Ko'rolmaydilar-da. Meni ko'rolmaydilar, shu uchun haydab yuradi. Qayerdan haydashgan? Ko'p joyda. Qaysi soha egalari o'zini baxtiyor qilishgan shunda? O'sha soha qaysi soha o'sha? Aktyorlikka masalan. Yashang. Rahmat sizga. Shu sohada oxirgacha o'qimaganingiz uchun sizga. Men teatralniga nima olmagan bilasizmi? Sizni rolingizni o'ynab berganim uchun. To'g'ri qilishgan ekan. Rahmat, shu kim olmagan bo'lsa. Xo'sh, mayli. Ertalabdan kechgacha degan filmda zo'r o'ynaganlar. Men lichni ko'rdim shuni. Darajada o'ynalgan, ayniqsa Tunduzli yuzlar spektakl. Men o'zim borib ko'rdim-da shuni. Shunday o'ynagan. Qanday o'ynagan, qanaqa bo'lgan? Zo'r o'ynagansiz-da. Hop, kim o'ynaganman men o'sha spektaklda? Yoki kinoda nomini noto'g'ri aytyapsiz o'zi. Qayerdan bilasiz noto'g'ri? Nima bo'lgan shu? Nima tundan tonggacha nima bo'lgan? Nima bo'ladi? Nima qidirib yuraman? Nos qidirib yurasizmi? Nima qidiraman? Qayerda? Kinoda. Qaysi kino? Voy. Tundan tonggacha-da. Shu ertalab nima dedingiz? Ertalabdan kechga, ha. O'shanda nima ko'rgansiz shu kinoni? 3-4 marta ko'rganman. Juda maroqli. Xo'p, 3-marta ko'rganingizda nima qilganman? Qayerdan bilaman? Ko'rganman-da, siz yulduzli turlarda nima bo'lgan? Ya'ni ikkita shuna savol bersangiz, keyin men ketaveraman. Savollarim yo'qmayaptimi olish uchun? Buni biz uylab 6-7 kishi o'tirib yozamiz kechasi bilan. Qancha bunaqa savollarga javob berishga aqlim yetmayapti-da. Shuning uchun. Aqlim yetmayapti bunaqa savollarga javob berishga. Soqqolingiz qora ikradan qilinganmi? Nimada? Qora ikradan. Qanaqa bo'ladi u?
Soqolingiz qora ekrandan qilinmaganmi? Yo'q. Nima dimog'ingiz bunaqa qilib yurasiz o'zi? Oddiy soqol bo'lsa o'zimizda yuravering. Bunday qilib yurasiz. Aytdim mana shu savolni olib tasha deb. Yo'qmaydi bunga. Biz ko'rsatuvimizga ozgina o'zgartirish kiritdik. Endi siz menga savol berishingiz mumkin ekan. 100 ichida yulduzda birinchi bo'lib Alisher Uzoqov menga savol yo'llaydi. Eshitamiz. Diqqat bilan soatchani anonsini qo'yib qo'y. Chiq degan. Savol yo'llang. Bir jumlada va'dan so'ng nuqta qo'ygim keladi. Bu savolingizga endi nima deb javob bersam? Men borganman va borganmisiz? xursandman shundan. Borganmisiz işte. O'shancha shunaqa bo'lib qolgan ekansizda. Nima dedi? Normalniy odam edingiz-da, men oldin sizni taniganimni ko'rgandim. Qachon bu? Oxirgi marta qachon bordingiz? Qayerga? O'sha işte sizni mashina qilib qo'yishgan joyga. Qayerga? Oxirgi marta qayerga bordim? Urolga bordim. Sizdan chiqib ketdim. Rodi ancha oldin. Qanaqa qilib to'g'ri savol bering. Qanaqa qilib buni ularga yuksak darajaga erishgansiz? Qanday qilib bunaqa darajaga erishgansiz? Men bunaqa darajada erishganim sababi aslida ko'rgan odam san anaqa intellektual shoular olib borishing kerak devirdi hamma. Odamlarga sen ko'rsatishing kerak, qanchalik miyang zo'rligini devirganiga shu ko'rsatuvni ochdim. Mana qarang, masalan bugun Alisher Uzoqov yonimda o'tiribdi mana. Men qancha xohlaganman Alisherjon ko'rsatuvimga kelishini, qancha xohlaganman bilasizmi? Yillab mana hozir kelib o'tiribdi. Bu degani yo men ko'tarilolman, yo Alisher tushib boryapti. Men tushib ketyapman. Siz ko'tarilishingiz ehtimoli juda past. Men qarang, siz bilan uzoq yo'lga mashinada gaplashib yurish kerak ekan-a? Nega? Juda ham sekin gapirar ekansiz, ondan sonra inson shunday tortilgan, qolib ketgan, gazni berganiga nima bunday sekin? Yo'q, mana futbollarni olib borasiz-ku. Ana o'sha bizning futbolistlar o'yiniga mos gapirasiz, sekin, shoshilmay. Unchalik o'ynashni bilmaykan komandalarda, mana Arsenallar bilar-ku. Realga moslab gapiring, realski. Yomon yedinglar, lekin Will Smith degan aktyor taniysizmi? Qarang, qanday aktyor. Birinchi rolidan oxirgi roligacha faqat qora tanlilar o'ynaydi. Siz kim bilan o'ynaysiz? Qayerdan olgansiz? Kimni? Miyani. Miyani? Farosat. Oxirgisini olganmisiz deyman-da, ishlatilganini berib yuborishibdi. Farosat. Senga bermagin farosat. Zo'r qo'shiq qilgan hamdam. Hop deb qo'yur hamdam. Cho'chiyamapsiz sizlik. Yo'qdim. Zo'r, yoribsiz. Oti bormi prichoska? Nega? Sartaroshga borsam, tanlang dedi, aktyorlarning nomi turgan ekan, sizni rasmi, aytdim, ana shunday qilib ber. Prichoskaning oti Alisher Orzusi dedi. Aytdim, bos bermasam hozir ko'rishaman Alisher bilan dedim. Lekin sizga mana qarang, Alisher qo'yilgan-ku, nima Sherali emas shu otingiz? Messi bilan adashib qolardim unda. Sherali. Messi, qatdan ham lekin. Lionel. Sherali, Lionel Messi. Adashtiradi odamni, to'g'ri. Shundan o'ylab keting shu uyga ketishdi. Mana siz daftingizga qarasam, mana Zokir tog'omni o'zisiz. Kimmi? Zokir tog'om. Bir kayfda yurib, tuylaga chiqib 4 ta she'r yodlagan, shoirman deb hamma alla yuradi. Abi, show biznesga ona o'xshaykan ism qo'ying, mana masalan hozir tuyga chiqib, keyingi so'z navbati
Jensovetni boshlig'i Alisherjon Uzoqovga degan neyda? Zo'r joyi yo'q. Ya, endi 30da bir modni qo'ying deyman-da. Mana Tursun degan jo'ram bor. Tursun urolog. Qarang, bir-biriga mos. Bosing. Ibi telefon bo'libdi. Uzr telefon. Alo. Ha, Asilbek? Ha. Ibi to'yla yo'qmi? Rasul, hay sezonman reytinging tushib ketibdi. Menga qarab, bitta fikr bor, zo'r fikr. Mana Alisherjon bilan uylarga hozir. Menga qarasam, bitta do'p top boshga kiyishga. Bormi? Ha, ana. Bitta kostyum shim top, galstuk bormi galstuk? Ha, ana shuni kiydi. Menga qara oldim bitta katta yosh kattaroq hofizda ham top. Men bekorchi odammanmi? Bo'layman. Ha, dunyodan o'tgan bo'lsa ham mayli. Ha, o'sha xonandan topda internet yoqib, aslida bu odam alo. Qo'yib qo'ydi. Asilbek bo'ku ashulachi. To'ylarim kamayib ketib deganiga zo'r PR xod qilib beruvdim-da. Shuni qil deb o'zi biladi menga nima. Kinoda o'ynolmaydigan, rollarni yaxshi o'ynolmaydigan, tuftaroq bolalarga bir maslahat bersangiz. Sizga o'xshagan bolalarga? Yo'q, sizni taqlid qiladigan vachalarga. Tufta o'ynash bo'yicha maslahat bersangiz. Sizdan olishsa maslahat siz bering. Men aytaymi? Maslahat kamroq o'ynang Alisher Uzoqov rollarini kamroq taqlid qilinglar. Zo'r aktyor bo'lib ketasizlar. Men sizlarga maslahatim ana shu. Endi siz ham Alisherjon panoramalarni tagiga borib, kechalar yig'lab yurmasdan bo'ldi endi. Vaym payin oling siz ham. Chiqing yoshlanchiga. Shu baxtingizga ko'rsatuvingiz sal yaxshi tortib ketdi-da. Xudoga shukr. Bo'lmasam shu yoshingiz ham borib tabiblik qiladigan yoshga borib qolgansiz. Qo'l tiqibdi, naridan qistirib sanatoriyaga borib ko'k choy ichib o'tiradigan yoshda edingiz o'zi aslida. Shu yeb qoldi. Mana shu ko'rsatuvingizga ozgina reyting olib bersangiz biza 2-3 ta ko'rsatuv qilasiz. Shu bilan chiqing bir sanatoriyalarga boring. Ulpatlarni chaqiringda, qariyalar bor, choydamlar, ko'k choy ichib. Davleniya nechi davleniya? Qon bosim nechi yuradi deyman? Ha? Nechi deyman qon bosim? Ha, dedim-ku. Nechi o'sha? Bo'ldi, buni yoshlarga qo'yib bering, yana bor ekan-ku yoshlar. Shularga bering, shular bir olib borsin, balki bulardan sal aniq u ma'niliroq savollar chiqadi. Kimdir tushunibdimi? Kimga aytibdi bu? Jim o'tiradi deb yozilgan mana bu yerda. Men qarang, to'g'ri siz o'ylab gapirasizmi yo gapirib o'rayapsiz? Yo o'zi o'ylab gapirasizmi? Qanaqaga o'xshaydi? Menga qara, Alish kalla qo'yib turadi, qanaqadir gaplarni gapirib internetda deysan, normal odam. Yo'q, boshqa Alisher edi. Boshqa Alishermi? Ha, boshqa. Qamay qarang, yana 5-6 yildan keyin Toshkent Cityda taniqli odamlar haykallarining tagida sizni qo'yib qo'ygan-da, takizga janob hech kim deb yozib qo'yilgan ekan. Menga aytdi, City'dagi boshliqlar aytdi menga. Yaxshi-ku. Menga-ku hatto haykal qo'yishadi, sizga menimcha boshqa narsa qo'yish borsa kerak. Nima qo'yam? Nimani qo'yib yuborishadi. Men o'zi Alisherjon to'g'risini aytsam, aktyor bo'lishim kerak edi. Xo'p. Ha, shunga sizni maslahatingizga kerak emas, chunki men xohlamayman yomon rol o'ynashni. Professionallar mana ko'rayotgan bo'lsa aytsin, aytib berayim shu monologimni. Men tezlikni qani tayyorlagani ko'rib kelgansiz shekilli. Muzika qo'ydi, muzika. Men
270 kun qorong'iligida qolib ketdim. Va shu qorong'ilikda o'yladim va o'zimga o'zim aytdim, sen buyuk odam bo'lishing kerak. Sen vaqtingni bekorga ketkazma deb qorong'ilikdan chiqib keldim. Tug'ilibon shunda qarasam, chap tomon, o'ng tomon hamshiralar mendan qochyapti. Shunda o'yladim, hech kim senga hayotda yordam bermas ekan. O'z qo'lim bilan kindigimni olib, o'z qaychi bilan shundoq kesdim. Qon nasibimsin. Zo'r asar ekan, gap yo'q. Dals, oling, tez oling. Prezident gapirganda hokimlarday tuting o'zingizni. Tushunmadim. Jim turing pastga qarab. Siz futbolist ekansiz. Eshitishimcha. Ha? Hop, Faqat bu yerda yozilgan. Ikki oyog'i ham chap oyog'i bo'lganligi uchun zborniga olmaganlar buni. hiç aylantirib tepganmanmi? Sizni. Ha? Hiç aylantirib tepganmanmi? Ana futbol ko'rasiz-ku, to'g'rimi? Berilib televizorga qarab turganingizda. Ha. Ashdan bitta ekrandan chap oyoq, chapaqa futbolist ekrandan chap oyog'i bilan tars etib bir berganmi sizga? Hech shunaqa bo'lganmi? Yeganmisiz? Chap oyoqdan. O'ng oyoqdan ham zo'r ketar ekan lekin. Shunaqa bo'lganmi? Manda? Yo'q. Shunaqa yemagan. Yo'q. Bo'lib qolarmi? Ulug'bek Qodirov sizningcha qanday aktyor hay? Zo'r aktyor Ulug'bek Qodirov. Ko'rdingizmi? Paxtakorda o'ynaysiz kerak. Paxta. Ulug'bek Qodirov, siz juda zo'r aktyorsiz dedilar mana. Qarang qanchalik maqtab. Yomon o'pdiz-ey. Tak, stop. Ben qaraylik. Давайте с vami qilamiz. Keyingi safar kelib, bir yaxshilab tayyorgarlik ko'rib oling. Bu rostdan shunaqami? Savollaringizni? Rostdan shunaqa tayyorgarlik ko'rgan bo'dim. Nima turdingiz, Alisherjon? Tualetmi? Men qara tualetda aytay, yosh katta odam tez-tez chiqayotgan bo'ladi-da shunaqa payt. Tualet emas, normal gaplashing, normal savollar bering, nima bu turish? Jurnalistmisiz yo kim? Nima siz? Bu vazifangiz nima vazifangiz? Savol berish zvizdalarga. Endi siz ham unchalik sizmi? Ya, o'zi savol kim beradi? Jurnalistmi? Jurnalist yasab olganmiz, hozir shunda o'zingizda. Avvalo nima siz ayting? Milisiya berasizmi? Ha? Milisiya bermang lekin. Shu odam kim mana? Men e'tiboringlar nima bunaqa bu odam ha? Milisiya bermang mana. Qaranglar, tavba qilib. Mana nima qilibdi? O'l buni. Tavba. Yaxshi bo'lib ketasiz, ishoning. Ko'rmagandek bo'lib ketasiz ham. Zo'r bo'lib ketasiz. Qay o'tiring, qay. Buning tez-tez dama ketaman. Davolangan prostataday bo'lmang. Tushunmadim. O'zidan-o'zi turib ketyapsiz. Yana bir qiz savol yozibdi, mana bunga qarang. Alish aka, uyimga kelib ssenariy yozardingiz. Aytdim-ku, bular chato. Birdan yo'qolib ketdingiz. Manikida yozgan ssenariyingizni bir seriyasi bor uje. 3ga kirdi, xudo xolasa. Rostdan. Har kun so'raydi, "Ona ssenaristim kim? Onajon topib bering" deb. Nomi nima ekan ssenariy? Keldi ketdi. Ay, keldi ketdi ekan. Bo'ldi, keldi ketdi ekan. Ketdi-ku, ketish kerak ekan. 3ga kirdi, uni qilmang. Vachalarni qiynamang. Kim ekan? Shunaqa odatingiz bormi? Birovlarning uyiga borib ssenariy yozadigan? Qo'lingdan kelmagan ish bilan shug'ullanma, go'ram baloyon bo'lmaysan degan odamlar bekor aytibsizlar. Mana zo'r-ku. Rol o'ynashni bilmasang, kinolarni ras o'qima, o'zingni ham obro'ying to'kma deganlar 2 marta bekor aytibsizlar. Mana zo'r bil yurtdik shu odam. Hamma ko'radi kinolarni. Zo'r doktor bor. Ha. Ko'rdingizlar? Nima qilay, bir olib boraymi siz-a?
yaxshilik qilaymi sizga? Qayerga? Atak manchu u doktorni ham mancha aqli yetmaydi sizni bir odam qilishga. Lekin bilasizmi, mana shunaqa odamni kerak o'zi sanadiki. Hamma aqlli ham bo'lib ketdi-da. Men birdan 100 gacha bo'lmasa menga necha baho bergan bo'laysiz? 99 mayli. 100? 100 deng. Bir qo'shib onasini hamsini televideniyaga tushamiz. 100 deng. Qaysi televideniya? Qaysi? Mana telemosh Qayerga chiqadi bu telekanal? telemoshdan villaga. Soqollarimni olmadim, televideniyaga bera olmaysizmi? 100 deb aytsangiz. Hop 100 mana 100 ball berdim sizga. Bilib qo'yinglar, Alisherjon Uzoqov menga 100 ball sistemasida 1000 baho qo'ydi mana. Mana shu yana bitta-ikkita ko'rsatuv qiling-da. Shu bilan boshqa ish qilavering, ha. Men tashqari taqir-tuqir qilishyapti. Eshityapsiz-a? Shular oldiga borsangiz, birgalashib bir narsa taqir-tuqir qilasizlar. Ko'chadagi ustalarni aytibsizmi? O'shalar orasida eng mashhuri bo'lib yurasiz. Klubdan qo'ying ustimdan. Haqiqatni aytaman. Men bitta kino olsam o'ynab berasizmi? Qayerdan? Jo'rachilikka chisti addi shu o'ynab bering iltimos sizdan. Olmaysiz kino, nimaysiz kino olasiz? Bitta kino olay. Hop qancha berasiz hop? Alisherjon, menga qarang, o'zi kinoga unday ko'p ish qilish kerak emas. Masalan, addi shu $100 beraman. Sizga mana men sizga 1000 beraman-da. Shu ishni qilmang iltimos. 1000 rostdan berasiz. Yo, men olaman kinoni. Buzilma, Jafar, buzilma. Sotilma, Jafar. Ya endi bizning maqsad to'g'risini aytsam, katta qilib Alisher Uzoqov deb yozsak, odamlar ko'radi-da uni. Ya'ni ekranlarga, afishalarga buni tushasiz-ku. Ana shularni ko'rsatamiz, odamlar kiradi. Lekin $100lik rol ishoning, mana qarang, men kinoda Milisani o'ynayman. Boshidan 3 ga 4 rasm bilan papkangiz keladi, siz yo'qolganingiz haqida papka keladi. Biz sizni 300 seriya qidiramiz-da, oxiri mana kiyimlaringizni topamiz. 100 normal menimcha bunday kinoga. Siz teatralda o'qigansiz-a? Nima ish qilgansiz u yerda? O'qiganman. Nima o'rgatadi? Nima o'rgatadi? Hozir bilmadim, nima o'rgatadi, oldin nimadir o'rgatishadi. Sizlarga o'rgatmaganmi aktyorskiy rol o'ynashlarni, chiroyli o'ynashlarga yo'q kirmaganmisiz o'sha darslarga? Ya o'rgatishgan, biz o'rgana olmaganmiz menimcha. Kinolaringizdan seziladi. Men, Shodiya To'xtayeva, Shohruxxon uncha o'rgana olmagan anaqa pokoleniyamiz. Shohrux Indiya. Qarang, Shohruxxon zo'r bo'lib ketdi Hindistonga chiqib. O'qish kerak edi, Alisherjon. Xo'sh, Aziz Rajabjonov bilan jo'ra ekansiz. Qanday shu odam? Yaxshi. Ana sizni yomonladi. Men internetga hozir terdim. Aziz Rajabjonov desam, haqiqatan sizlarning birga juda ko'p rasmlaringiz kelib chiqdi. Kim dedingiz? Aziz Rajabjonov. Internetdan shunaqa deb yozdingiz, chiqdi. Ha, chiqib keldi. Rasmi ham chiqib keldi. Siz bilan quchoqlashib tushgan. Aziz Rajabjonov, ha? Yaxshi. Jo'ramisizlar? Men tanimayman uni. Aytdim. Do'stlik yo'q show biznesda deyman. Bor deysizlar. Azizjon, ko'rdingizmi? Do'stim degan men bilan jo'ra bo'ling, любой odamni bitta Alish degan jo'rasi bor, bilasizmi? Menda yo'q, короче. Men bilan jo'ra bo'ling, ikov ana siqilmang. Kino bo'lmasa mayli, tuylarga raislik qilamiz ikov. Kulgili emas bu. To'yga chiqmayman. Nima? Nima qilaman? Ochib berasiz xatya, ochib yopib bersangiz ham, ochishga 100, yopishga 100. Zo'r-ku. Yo'q, siz zo'r aktyorsiz, rostdan gap yo'q. Ishonmagan odamlar
Alisherni ko'rolmayotgan odamlar mana qaranglar, yaxshilab qarang mana. Magazinda turgan, Pirlavkada turgan shunday tuxumni o'ynab bering mana. Billa zo'r o'ynaydi. Bitta harakat qilib. Gap yo'q, onasini inson. U bitta tuxummi ish qilib? Ha, Bittamidi Prilavkada turgan tuxum? Nima u oltin tuxum yo, kashay tuxum nima u? yo sizniki bedana tuxumroq. Ha, bedana tuxum. Yaxshi. Bedana tekisroq. Ahad Qayumni kinolarda o'ynang. Ko'zga ko'rinasiz. Ahad Qayum. Kim u? Anu kallasi katta shoir. Shoira. O'zi yozmaydi, bal, allaydi, men ishonmayman. To'g'risini aytsam, Alisherjon prodyuserlar iltimos aka faqat sochga prikol qilmang dedi. Bekor aytibsiz. Prodyuser yo'q menda. Kim bilan gaplashdingiz? Alisher Fayzga qildingiz. Yo, rostdan siz nima sochingiz faqat atrofini ektirgansiz, men bilaman. Bu kalla trendda. Hozir. Bir chochcha oldirib 2-3 oy yurib ko'ring bilasiz. Mamma. Atak ham sizga yarashmasa ham kerak. Hamma manday bo'lsin deysiz-da, iloji yo'q chunki. Ya, unaqa bo'lmaydi, ishoning. Yo, mana ko'pchilik shu haqida spor qiladi-da, siz rostini ayting. Rostmi, yolg'onmi? Ana telefonni shunday qo'ysa, zaryad oladimi yo'qmi boshqa? Mana hozir siz qo'ysangiz. Alisherjon, 1 litrlik shamponni necha yil ishlatasiz? Buni men berganim yo'q savolni. Soch temasi sal o'zal o'tib ketgan temada. Ikar soch temasi. Men вообще gapirganim yo'q. Men sizni qanchalik shampunni? 1 litrlik shampun. 1 litrlik shampunni siz qanchada ishlatasiz? Siz ishlatasizmi shampun? Ko'rmayapsizmi? Cho'lka zo'r. Zato bor. Bor, analiz. Yo, men hazillashsam, Alisherjon, avval olsa, hazil, nima soch? Soch ham narsami? Soch zo'r narsa bo'lganda qo'ltiq tagida o'smasdi-ku. Ruschada pashol deydi-yu. Ruschadami? Ha. Shu o'zbekchasi nima bo'ladi? Nima, so'kmoqchimisiz birortam? Yo'q, men просто bilmoqchiman o'sha o'zbekchasi qanaqa bo'ladi. Yo, endi siz Ruschada yuboradi-yu. Yo'q, siz ana pashol deydi, idi deydi. Shu o'zbekchasi nima? Bildingizmi nima aytmoqchi? pashol degan so'zni aytyapsizmi? O'zbekchasi nima bo'ladi? Uni adabiy so'ksangiz, masalan, bog'ni yo'liga boring desangiz, to'g'ri bo'l, chiroyli bo'ladi. Chiroyli. O'zbekchada bari o'zbek tili va boshqa. Yozib oling Alisherjon, kerak bilasizga kerak. Bog'ni yo'liga boring-a. Juda chiroyli. Sizchi, Zafar aka, siz mana shu ko'rsatuvingiz bilan shu bog'i yo'liga boring. Bog'i yo'liga boring. Bog'i yo'liga boring. Bog'i yo'liga boring. Pashol dedim-mi? Nagli. Bo'lmaydi. Bu menga yoqmaydi bu aktyor. Odamni hurmat qilmaygan. Azizjon Rajabjonovni chaqiramiz bu safar. Ha, shu uchun menga yomon olam qilibdi. Pashol dedimi?